Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Sog'-salomat yuribsizlarmi? Bu mana shu sariq mayda gulchalar, salat bargini gullari hamda mana bu tirnoqdek keladigan momaqaymoqli pufaklarga o'xshagan sharchalar, uning urug'lari. Ular mana shu holatda bo'ladi. Barchamiz iste'mol qiladigan salatlarni tuzashda, ularga aralashtirib yeyishda mana shu salat barglari faqat barg holatida bo'lmaydi. Ular avval barg holatida bo'lsa-da, keyinchalik o'rtasidan o'zak o'sib chiqib, mana bunday 1.10, 1.20 bo'y bilan urug'lash uchun gullaydi. Sariq mayda gulchalari mana quyoshda yopilib oladi. Ertalabda yoki kech payt ochilgan bo'ladi. Mana bu barglardan bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Ko'rib turibsizlar. Bularni petrovka qilib, ya'ni alohida qilib, aynan urug'latish uchun 7 tupini ekib qo'yganman. Bulardan urug'ini olib, keyingi yilga mana shularni terib olaman, pufakchalarni. Bularda xuddi zira singari, zira ko'rinishda, ya'ni oshga soladigan zira ko'rinishda urug'lari bor. O'shalarni keyingi yilga sepaman. Salat barglari mana bunday taxlanib turgani uchun salat barglaridan foydalanishda albatta avval namakyopli suvga, ya'ni bir idishga suv solib, unga albatta tuz solib qo'yinglar. 10-15 minut turgandan keyin bir qator yuvib ishlatsanglar bo'ladi. Buni ishqab orqasida birorta hasharot bo'lishi mumkin yoki boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Ularni chiqarib yubora olmaysizlar, shunchaki ustidan suv quyib. Uni suvga solib qo'yganinglarda o'zi o'shinga chiqadi va yuvib bemalol iste'mol qilsanglar bo'ladi. O'zinglar ko'rib turibsizlar, mana bitta agatda 1 metrdan sal oshiqroq joyiga ekilgan, bir qarich orasini qoldirilib, mana shuni o'zida shuncha urug' bo'lyapti. Urug'latish uchun qo'yganlarim bular. Iste'mol uchun qilsanglar ham bo'ladi. O'rtasidan o'zagi chiqqanda hatto birorta tupini urug'latish uchun ko'p qo'yinglar. Keyingi yilga o'zinglarga yana hosil olish uchun juda ham qulay bo'ladi. Oshpazlari bu salat barglarini faqat bezak sifatida emas, iste'mol qilsa foydali ekanligi uchun ham keng foydalanishadi. Sababi bu ovqat hazm qilishda, ichak faoliyatiga juda katta yordam beradi. Vitaminlarga boy. Shuning uchun salat bargidan ayniqsa yoz kunlarida yaxshilab yuvib, xohlasanglar qatiqqa qo'shib yeysizlarmi yoki salatlarga qo'shib yeysizlarmi, ko'p iste'mol qilib tursanglar juda ham foydali bo'ladi. Menga like bosib, kommentariy yozib, hamda bularni bir-biriga ulashayotgan barcha qadrdonlardan minnatdorman. Meni tanimasa ham sizni videolaringizni kuzatib boryapman, rahmat deganlar uchun sizlarga ham mingdan ming rahmatlar bo'lsin. Umringlar uzoq bo'lsin, tanjoninglar sog' bo'lsin. Meni qadr qilganni barchalarini qadr qilaman hamda duoyimda sizlar omon bo'linglar. Oddiygina bitta salat bargini shunchalik foydali ekanligini unutmanglar. Albatta o'zingizlarni ratsioninglarga, ya'ni taomlaringlarni ro'yxatiga qo'shib qo'yinglar. Salatlarda ham, taomlarda ham, taomlardan oldin va keyin har qanday holatda iste'mol qilsanglar buni zarari yo'q. Tabiiylar tortgancha albatta qo'shib yeyishga harakat qilinglar. Har qanday narsani tarelkaga qo'yishda salat barglaridan juda ko'p narsalarni qo'yishda foydalansanglar bo'ladi. Bularga mana go'sht mahsulotlarida, salatlarda, garnirlarda ham chiroy beradi, ham iste'mol qilsanglar juda ham foydali. Omon bo'linglar, boringlarga shukr. Albatta keyingi videolarda kuzatishinglarni bilaman, kutib turasizlar. Albatta bundanda manfaatliroq videolar chiqarishga harakat qilaman.